O'rtoqlar, hozir men bu storiesimni qo'llarim qaltirab, asabda ovyapman. Xullas, meni bitta yaqinim Sergeli birinchi roddomda tug'di. Biza toqqa chiqib ketganmiz, yetishmagan, kun davomida bir kun qiynalgan, anu bolani boshi urilavergan, neopitniy akusherka kelgan, rosa qiynalgan, keyin yoshlari kattaroq kimdir kelib zo'rg'a tug'dirib olishgan. Bolani boshi lat yegan, srazi reanimatsiyaga olishgan, kislorodda yotibdi. Bolani onaga ko'rsatmagan. Anu kuni men borganimda hammasi yaxshi deb pastda mistrali yaxshi gapirib rasmlarga tushdinglar. Lekin hozir bilyapman, shu nevropatolog umuman bolani bir marta ham ko'rmagan. Nima qilyapsiz Sergeli birinchi raddom? Nevropatologi Maldivda dam olasizmi? Shuncha chaqaloq u yoqda reanimatsiyada yotganda nima qilyapsizlar? Men hozir boraman, ishimni tugatib raddomga. Nima qilish kerak? Tekshirtirish kerakmi bu raddomni? Nimaga bunaqa qarayapti? Bolaga nimadir bo'lgandan keyin kelib qaraysizmi? Bugun zayavka bersa 3-4 kundan keyin kelib qarayirmushlar. Va